Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston ahli do'stlar, qaranglar, hozir men Saudiyada fil tog'idaman. Qaranglar, mana filga o'xshagan mo'jizaviy tog' mana. Buni tarixi juda katta do'stlar. Hozir men shu yerdan filni shu oyog'ini oldidanmi, xullas fildan bitta tosh olaman va oxirigacha olib boraman. O'zbekistongacha olib boraman. Va uyga muzeyga qo'yib qo'yaman. Ko'ringlar mana. Bismillah. Voy! Oyog'idan olaymi, dumidan olaymi? Bismillah. Siqilib halidaqa bo'lib qolmaydi. Bittasini olsam do'malab tushmaydimi? Topalaman endi hozir. Ozgina ko'chirib ol. Shu ko'chib ketar ekan. Pastagidan bitta olaman hozir. Mana. Xullas do'stlar. Ashini deylik-a. Bu filga o'xshamayapti-da. Bitta topaman hozir bitta. Yapalaroq. Xullas fil tog'idan mana shu eslab qolinglar, mana shu toshni oldim men. Og'ir bo'lsa ham ko'tarib olib boraman. Chegaradan o'tkazamiz qilib. Boshqa sotgani ham olaymi bitta. Arondaga qo'yamiz, nima deydi? Tanlovga qo'yamiz. Sotiladi deb. Sim bor ekan. Mana shu simni olaman, qaranglar. Eslab qolinglar, men simni oldim. Uzuk qilib qo'limga taqib ketaman. Ishcha ham bor ekan, ishchani ham olayman. Pat bor ekan, pat yo'qib ketadi. Imon tosh katta, Napoleonga o'xshar ekan, lekin pishiriqqa o'xshar ekan, ko'tarib ketaman men. Do'stlar, xullas mana bitta tosh, bitta simni oldim. Eslab qolinglar, O'zbekistonda qani o'sha desalaring, qana deb ko'rsataman. Mana katta fil tog'idan mana do'stlar, qaranglar, ko'rsataman mana. Mana filni ko'ryapsizlarmi? Oho, mana. Xullas do'stlar, men oldim.